Chirchiqda tug'ilgan mashhur shaxslardan kimlarni bilasiz? Ikkinchi qism. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Mashhur aktrisa va boshlovchi Luiza Rasulova. Ko'plab insonlar Chirchiqda tug'ilgan, Chirchiqda yashagan deyishsa-da, manbalarda har xil ma'lumotlar bor ekan. Keyin boshqa haligi to'ydan keyin kirlarimiz yig'ilib qoluvdi. Shularni hozir yuvib qo'ysangiz. Tutash taqdirlar seriali orqali tomoshabinlar qalbidan chuqur joy olgan rahmatli Gulbahor Yo'ldosheva. Qo'shiqlari hit darajaga chiqayotgan Fazel Farruh. Qizil burchakda bizning vakilamiz va jang boshlandi do'stlar. O'zbekistonlik taekvondochi, O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Svetlana Osipova, Parij 2024 yozgi Olimpiada o'yinlari kumush medal sohibasi. Hojiyev Nadir Rashidovich, Germaniya Life blogi asoschisi, Germaniyada forensik klinikada faoliyat yuritadi. Undan tashqari ijtimoiy tarmoqda Germaniya hayotining ijobiy va salbiy jihatlarini yoritib, vatandoshlarimiz uchun Germaniyada ishga joylashish va Ausbilding orqali ta'lim olish imkoniyatlarini xavfsiz va qonuniy yo'l bilan topishga yordam beradi. Xo'sh, siz Chirchiqda tug'ilgan mashhurlardan yana kimlarni bilasiz? Javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring.